Hammaga salom. Bugun challenge'ning 8-kuni. Bugun men uy bekasi rejimida. O'zimizni katta restoranlarda oshpazdek his qilamiz, lekin oxirida bitta narsaga afsuslandim. Kerak bo'ladigan narsa juda oddiy: bir xil stakanda suv, sut, un. Eng qizig'i, sizga umuman razriqli sil kerak bo'lmaydi. Sut bilan suvni iliq qilamiz. Sir shu joyda. Alohida idishga un va 3 ta xona haroratiga tuxum, tuz va shakar solib aralashtiramiz. Keyin iliq aralashmani qo'shib, yog' solib va 10-15 minutga damga qoldiramiz. Skоворodkani qizdirib pishiramiz. Qarang, yupqa, chiroyli chiqdi. Bemalol shu retsept bilan qilsangiz bo'ladi. Chunki men uni уже 4-marta qilyapman. Har doim shunaqa ideal chiqyapti. Va bilasizmi, men oxirida nimaga afsuslandim? Bu retseptni 20 yildan beri bilmaganimga. Qanchasini sinab ko'rganman, lekin hech biri bunaqa chiqmagandi. Aslida sir juda oson ekan. Siz qanday usulda bulinchik qilasiz? Bu oson retsept bilan bir marta bo'lsa-chi bulinchik pishira olmaydigan do'stingizga yuboring.